Akalar, Hodiy avtoda 2026-yilda faqatgina boshlang'ich to'lovsiz avtomobillar sizga taqdim qilinadi. Obuna bo'lib qo'yish va Telegram kanaliga o'tadigan bo'lsangiz, u yerda batafsil ma'lumotlargacha olsanglar bo'ladi. Telegram kanali o'zida batafsil ma'lumot bor va bundan tashqari sizga bitta narsani eslatib qo'ymoqchiman. Telegram kanaliga bundan bu yog'iga qo'yib borilayotgan har bir avtomobil uchun kurash olib boriladi. Ya'ni Telegram kanalga kirib olsangiz, oke, uspet qilsangiz qildingiz, olsangiz oldingiz. Mana shunaqa o'sha strategiya bilan ishlashga Hodiy avto bundan bu yog'iga davom etadi. Faqat uni uspet qilib qolinglar. Eng yaxshi avtomobillarni sizga taqdim qilaman. Hammasi boshlanish to'lovsiz, faqatgina xarajatlarni ozaytaman. O'sha pullarni olib kelasiz. Damas 2022-yil $300 xarajatga pul bo'ldi. Boshqa bir siman pul olib kelmang. $300 bitta pasport olib keling, 11 ta viloyatdan, Andijon viloyatidan tashqari bemalol kelib turib xarid qilsangiz bo'ladi. 22-yil avtomatik korobka Nexia 3 $600 xarajatga pul. 21-yil avtomatik korobka Gentra eng full o'sha ABS, MABS, magnitofon, hamma narsalari bor. $500 gina pul. $500 Gentra olib ketyapsiz, aka. Xullas, Cobalt 2024-yil $900 xarajatga pul. Xo'p. Nexia 3 2022-yil $600 xarajatga pul. Yana bitta Nexia 3 2022 $600 bo'lgan xarajatga pul. Damasimiz endi akalar eng shikalat joy. 21-yilda ishlab chiqarilgan $300 gina pul bilan kelasiz. Qolgan hamma xarajatlari, qolgan boshlang'ich to'lov boshqalari Hodiy avto zimmasida bo'ladi. Sparkim sotilib ketdi, yana bitta Damasim bor. 22-yil $300 gina pul olib kelasiz. Bunga ham qolgan hamma xarajatlar Hodiy avto zimmasida bo'ladi. Bundan tashqari, har bir avtomobil bundan bu yog'iga har bittasi tekshirilgan, ishonchli va hamyonbop avtomobillar. Oylik to'lov batafsil ma'lumotlar Telegram kanalida bo'ladi. Telegram kanaliga o'tib oladigan bo'lsangiz, bundan ham boshqa avtomobillarni bemalol Hodiy avtodan topsangiz bo'ladi. Siz uchun har doim eng sifatli, eng yaxshi, eng arzon avtomobillarni tavsiya qilishda davom etamiz. Joninglar sog' bo'lsin, Hodiy avto sizni ishonchingiz uchun harakat qilyapti. Like bilan podpiskani ayamaydigan bo'lsangiz, bundan bu yog'iga siz uchun harakatda davom etamiz.